Mana, ben kep kaldım mana. Dönür apa, bu tortxan bilen tızdan makan gelmeye eken go. Ha, bu ikisi bir-birisini tanımaydı ha? Bildim. Ha, bir saatli paranlaşma. Qaytib chiqib men istifa qilay. Rahmat, deginangiz kelsin. Ha. Bu apamni shumanda da. What to'y qilmading deb kunda qaqshab quloqman yevatdi degina. Ha. Va uyunga qanmadingmi deydi shu yerda. Ha. Va ko'rishib baqmabdim oldirlar. Jima? Ne tatbiq qilmadi? Baqa. Assalom. Ha. Siz Shusiz saqlayotgan qiz. Ya nima? Fuq. Ya men kirmam yerga, o'tirma. Rahmat. Ya pechetgansiz-ku. Maqtag'iningizga rahmat. Dilradamga sat rahmat aytib majbur ham. Ha. Sizni Avstriyadan keldi deydi-ku. Nadin? Avstriyadan. Avstriya emas, Avstraliyadan. Ha, gap qiling ha. Avstriya qachon qaytasiz ha? At qaytama. Atta? Ha. Shunglashqa vaqtda qiz tezroq paranglashsak. Ya ham, paranglashqadek neyimiz qoldi ham bo'ldi tutdi-ku. Va, Rustam, adashma. Men to'y qildim qoldim qaradash. Voy. Ha. Avstriyaga mangma adash. Ha. Ya to'xtab tura, qolgan gapni ko'rishganda degina, men bolalarning hammasiga xabar qilatam. Ha, bir jon yashaymiz mendan. Ha. Ma'btumna parmadash. Voy. Bo'ldi. Juma xo'sh. Bo'ldi-ku ham, tutdi-ku mana. Jamiyat aqpichaq, qarpichaq amin o'ynab tutanga qarang. Ballidan, vapa kamida dangamdi. Ikkimiz da chetalish yashamamdi deyman. To'xtang. Bu degan ikki odamning ishi. Meningmi gapimni anglab qo'yishingiz kerak. Ha, gap qiling. Men bilan rostli to'y qilgangiz bormi? Dahshatdanga. Undaqda hozir bir-birimizni tushunmaymiz. Ham tushungidek vaqtmi yo'q. Shuning uchun men sizdan bir qancha savollar so'rab baqsam qana bo'la. Ya'ni imtihon deydigan narsa dahshat xo'sham yo'qdi danga ham. Addiroq bir narsa so'rasiz maqimi? Bo'ldi. Ha, danga. Birinchi savolim. Ha. Mening bir ojiz singlim bor danga. Shu singlimning biz bilan birga turishi qanday qaraysiz? Qanday ojiz? Shu kichigida bolalar paralish bo'lib saqayanmagan. Hozir mangolmaydi. Xo'tim bunday ishvadan ataqa. Bo'ptamda tuz qanday qilamiz? Ya to'xtab tura, uni baqirdigan ishvadan ataqa. Albatta. Ya men o'sha odam baqirdigan shul dahshat xo'sham yo'q daga ham. O'zingiz qarasizmi? Tushundim. Ikkinchi savolim. Ya to'xtang ha. Ya Avstriyada diba-pibalar borda. Diba? Ha? Ba? Ha, bo'ldi gap qilganda. Navoda ikkimiz to'y qilib bo'lgandan keyin siz mening ko'chada bir akish bilan paranglashib turganimni ko'rsangiz, o'chaq siz qanday qilasiz? Manda o'ynaringiz bordan ataqa. Qanday qilatib quloqingiz yesiz kashini to'g'rilab qo'ymagan. Hay, o kishining kimligini so'ramamsiz? Va nima chatqi bu aqsoni kimligi bilan piyinki sitmanda qo'yna. Avstraliyada odam urushi ig'ir oldi. Uning ustiga so'loq tushadigan gap. Xon, men qo'rqoq savatdamsiz. Pishliqsak bola chiqdi, tanaydigan chana piyinki ham kesib qo'yga Avstriya pastriyaringiz to'p chiqib ketimiz ha. Xaponman. Aman chaqchaq qilib qo'ydim. Xaponman.
Ha. Dönür apangızga telefon qildi, ha? Xo'sh. Va nega? Keşif ballarni chaqirib qo'ydim-ku. Pasportimni ajrab bijirgan ish bor, shuni bijirib olsam bo'lmaydi. Kechiring. Ya qiziq kichkinami va? Ha. Ya Rustam adash, kashkishlar suvchilashdi qara. Ha. Va kishini paranglasam bulamdi deydi ya. Ha, aslam Dönür apa. Ha, qaytib chiqdim. Bak qiziq bolika. Men qolgan gaplarni ko'rishgan deb beray. Ma tiztamaxondagi yigitning ismi Akbarma? Qanchinchi ustal? 4-ustalmikan? Bildim. Aslan. Aytamisan? Shundoq. Men shu kishi bo'laman. Saqlatyaptimi qandaq? Hech qisi yo'q. Qizlarni saqlash biz erlarning burchi. Keling, o'ltiring. Qiziq gap qilgansiz. Siz o'ylig'inimdimi xelali go'zal ekansiz. Sohib Jamol desimi ortiq ketmagidek. Xuddi rivoyatlardagi hur parida, ha? Ya'ni texi. Aka, maqtaganga qo'saq to'ymaydi danga birini yemsizlar ya. Kam. Safarga chiqadigan odam qatnash bekitiga, vokzalga yoki aydromga, go'sht olmoqchi bo'lgan odam qushxonaga, yuyinmoqchi bo'lgan odam monchiga boradi. Biz oshxonaga kirgan ekanmiz, albatta tamoq yeymizda. Yo, prim. Agarda bu gapni men degan bo'lsam, siz tamoq yemay turib qo'sqingizni so'yib oladingiz ekan, aka. Ammo tamaxonning tamoqlarini bek yaxshi deb anglagandim. Birana siysa qandaq. Siz qandaq yemekliklarni iste'mol qilishni yaxshi ko'rsiz? Men bo'z bo'laverdi. Men tavop yey. To'g'ri. Yevropaliklar hayvonlar go'shtini iste'mol qilishni yaxshi ko'rdi. Asosliq tamoqdan nima yeymiz? Men cho'chirish yey. Fukam, anvaqmay bu yoqqa qarang. El baka tamoq qachingizdan ayrilib qolmang yana. Bizga 2 kishilik cho'chira. Cho'chirsi jehroq bo'lsin. Men bilaman. Sizlar odatda bir qachiga 15 taldan solisizlar. Bugun 20 taldan silinglar. Bir yon qo'shib beray. Yana 2 ziqdan 4 ziq kebab. Bo'ldi. Buyurtgan tamoqingizning gapingiz to'liq aka. 111 qo'yib oldi. Nima? Nimachi bo'lib ketdi? Ha, 20 tallik ishqa cho'chir 11 qo'y. Talonga qo'shilgan 10 tal cho'chirga 1 qo'y pulni ushib qoldim. 4 ziq kebab 100 qo'y. Chunki bizning bu tez tamoqxonamizda balkabdan boshqa gaplar chiqmaydi, qarang apandim. 1 ziq 25 qo'y. To'xtang. Hisobotingizni qaytadan. Bizni ahmaq yoki sahrolik ko'rib o'tamsiz? Mo. E'lon. Nafqam. Aka, siz emas, men sahrolik. Gerçi benim pulum bo'lmasin bag'u, mening ko'nglim siz yashayotgan shahardek ekan. Chayishga o'ltiradi. Rahmat. Ma chaynakchining holining uyg'onligini? Texi og'zidan biz ziyolilar deydigan ko'ngil, shahar, sahra degan so'zlar tushmaydi. Güzel nazlını ko'rib yayrıgan ko'nglimni ajab sutga chivin tushgandek qilib qo'ydi. Kechiring, kayfiyatimni tanishib olay. Man qarang. Baya pulni siz to'layotgan masala kelsak, u pulni men cho'qim sizga qaytarib berman. Hech bo'lmaganda 20 o'simi qaytarib berman. Baya pulni to'lagicha sizning bilaklaringizdan tortib yurishni adab nuqtasidan to'g'ri ko'rmadim. Hech qisi yo'q. Qaysini so'rasak o'xshashku. Yo'q. Siz bir ishlarga bir taraflama qarayotgansiz. Alaylik. O'zimizning gap ekansan qandaq. Mantiqliq gap qildikansiz. Vaqt demak, oltin demakdir. Qarang, hozir bir-birimizni tushunmaymiz. Ham tushungidek vaqtmi yo'q.
Shuning uchun adabsizlik bo'lsa-mu, men sizdan bir savoldan so'rab baqsam qanday bo'lar? Qani, muborak savolingizni boshlang. Quliqim sizda. Rahmat. Masalan, ikkimiz bir yerda yinib kech qoldik. Oldimizni bir top masala to'sib olsa, siz qanday qilsiz? Avval bizning go'zal kelgusimizga sizning bundaq xunik voqealarni qo'shib qilgan xiyollaringizdan intayin afsuslandim. Lekin kerak yo'q. Javobim shuki, men azaldan taloq chiqsam, kech soat 7 dan burun uyga cho'qim qaytaman. Bundaqda bexatar bo'ladi. Sizningmi shundaq odatni yetildirishingizni umid qilaman. Bundaqdan. U masalan navod 7 dan burun tushirgan bo'lsa-chu. Ondaqda ansirashning texma hojati yo'q. Chunki u chaqdagi yo'q. Biz keng xalq ommasining yordamiga erisha olamiz degan gap. Yaxshi. Naydi dingiz va odam kelsiz. Ay, kechir to'y to'kinga bormamsiz? Yo'q. Asosan bormayman. Men undaq ishlarni vaqt isrof qilish deb o'ylayman. Shundaqmi? Shundaq. Men bir qadar ishlarni atrofliq o'ylaydigan odamman. Tushundim. Ikkinchi savolim. Mening bir miyib singlim bor. Shu singlimning biz bilan birga turishi qanday qaraysiz? Dilnur adam ajab bu uchun nima aytmabdi-ki? Bexastalik qildi. Man qarang. İkimizning to'ylishish ishini astoydil o'ylanib ko'rsam bo'lg'idek. Ha? Aslam Dilnur opa. Ha, men aytmadim endi. Nima? Bir soatdagi uchrashmoqchi bo'lgandik-ku. Tushdi beryaptimi? Ma'qul. Xo'sh Akbar, siz bilan tanishganligimdan intayin xursandman. Singlimning masalasini astoydilroq o'ylanasiz. Xo'sh. To'xtam. Ishqi qoch cho'chiri bilan tuzliq kavobni qanday qilamiz? Siz odatda bir ishlarni atrofga qo'yadigan odam ekansiz. Men sizning ularni yaxshi bir taraf qila oladiganingizga ishonaman. Xo'sh. Güzel Nazlı'nın ketdi. O endi kelmeydi. Biroq singlisning ishi kelgusi turmushimga iqtisodiy krizis borni keltirib chiqarishi mumkin. Xayr, o'ttamga mehmonning ketguni tuzuk. Hay. Yaxshimisiz? Meni Ipak yo'l qatilish maydoniga Avropacha restoran olib qo'ying, rahmat. Oy, kechirsiz. Men sizni unda ajraqiyaga olib qo'ymayman. Xapamay boshqa mashina to'sangiz. Mashinangizni to'sam, o'zingiz to'xtadingiz. Men endi o'g'ani qanday mashina to'smaganman. Xapamay olib qo'ysangiz o'ptiki. Qarasam, sovuqda mashina to'sayolmay turibdi ekansiz. Yiqroq bo'lsa olib qo'yadigan-da. Unda ajraqiyaga borolmayman, kechir. Qarang, mening bek jiddiy ishim bor dedi-a. Xapamay olib qo'ysangiz o'ptiki. Men qancha desangiz men shuni beray. Xapamay olib qo'ysangiz o'ptiki. Uyda yashinib qolgan opam meni saqlayapti. Voy, nima daq? Kechiring. Qarang, mening bek jiddiy ishim bor dedi-a. Xapamay olib qo'ysangiz o'ptiki. Men endi o'g'ani qanday mashina to'smaganman. Qancha desangiz men shuni beray. O'tinib qolay. Ma'qul, olib qo'yay. Rahmat. Mandaq ostay deydigandim odam. Qarang, mashinangizni tezroq haydsangiz bo'lmamda. Qarang, sizning ashyo saqlayotgan ishingiz hayotingizdan muhim-mi? Shoferlikning mas'uliyati yig'ircha. Mashinaga bir kishi chiqqan ekan, dal shu daqiqaning o'zida uni manzilga bexatar yetkazish mas'uliyati shoferning zimmasiga yuklangan bo'ldi. Kechiring. Men buni o'ylamabdiman. Hech qisi yo'q. Xizmatingizni bek yaxshi ko'rgansizda? Shundaq. Xizmatim jafoliq, lekin ko'ngilli xizmat. Nima jafoliq bo'ldi?
Күнді мұшындақ шәһәр айланып жүрейдіған gap. Lekin qor taksi haydash qonun xilop ishda. Shundaq, qor taksi haydash haqiqatan qonun xilop. To'y qildingizmi? Yo'q, deqi. Nima uchun to'y qilmadingiz? Apam yashinib, mengijgilash kesilib giribtar bo'lib qolgan. Qizlar uni kutishdan qo'rqdi o'g'a, yamiz ketib kelishdi o'g'a. Endi qanday qilmoqchi bo'lasiz? Apamni beqiyverma. Navbat siz yaxshi bir qiz uchirsa, o qizning meyibsini so'sa, o'chaq siz qadaqsiz. Avval o qiz bilan to'y qilma, ondan apam bilan tang boqamiz. Qaysi yaxshi qizning meyibsini so'sa? Mening. Ha, o'tdim qiz. Bu kez shuncharoq yolg'iz menibsiz-ku. Qarang, so'zlasam qiziq gap to'la. Men hozir o'zimga yigit tanlayapman. Hozir ko'rishmoqchi bo'lgan yigit bugungi 3-si. Anglasam, puldar yigitga. Vah. Bir kunda 3 yigit bilan ko'rishdingiz. Xuddi vazifangiz borda. To'g'ri, mush 3 bilan ko'rishgan vazifam bor. Qarang, men Avstraliyada o'qiyman. Bu qatim qaytib kelishimdagi maqsad turmushimni o'xshashdi. O'ylimga yerdan maktabimdan jiddiy telefon qilib, men iltimos qilgan tadqiqot turining tasdiqlanganligidan xabar topdim. Mush 3 kungacha ular bilan ko'rishmasam, bu fursatdan quruq qoldi ekanman. Navbat mush qatim kessam, 5 yilgacha qaytib kelolmasligim mumkin. Shuning bilan kichik opamni o'rlashtirish bo'yicha mush 3 yigit bilan ko'rishib, 3ning orasiga birini tanlashim shart bo'lib qoldi. Menga amal yo'q. Beshingizga eg'ir kun kelibdi. Rost deysiz. Eng oxirgi umid mush yigit qoldi-da. Demak, oldingi ikkisi imtihondan o'tamabdi-da. Qo'yilgan nomer 5 tuvan. Mana keldik. Ana Asha shu. Hey, siz o yigitni ko'rib boqmisiz? Qanday topsiz? Topalayman, belgisi bor. Vah, bir ko'zim dengiz qarasida keng vaqtmi? Ya, bo'ynida 150 gramlik zanjiri, belikida Rolex markalik soati, yaningda ha, 5 karatlik brilliant oltin uzuk taqib olgan yigitkan. Voy, bechora. Mushuncha valla tumir kesang ko'tarib sizni saqlayapti-da, ha? Amal yo'q. Siz, hey, bu belgilarni ash yigit o'zi deb bermi? Ya, opsi kichik opam deb beribdi. Sizga rahmat tilayman. Rahmat. Kechiring, yenimda pulbek ozga, bayatni o'ylamag'an yerdan ozroq chiqim bo'lgan deydi, ha? Ayat o'nisini daqlaylik. Ma yaqin atrofdagi pul ilish mashinasi qo'yadi. Men shunday deb sizga beray. Siz boya qanchalik desangiz shunchalik bera olayman deb cho'ng so'zlayapsiz. Siz meni aldamchi demoqchimi? Voy tam. Telefoningizni bera. Aytman sizga cho'qim yetkazib berman. Shu joyda bilasiz. Bu yer Samsung bakenda. Men chiqib olsam siyay. Undan keyin bir stakan apelsin suvi qo'shib qo'ying. Rahmat. Şuluma? Masalan, pizza, kalıp işliği, kısqış baqa, rak degandek. men u narsalarni bek ko'p yegan. Mening samsigim bor. Efendim, sizchu? Mağa pizzadan birini, 4 tal çoğunrak, isil qizlaraqdan bir potul keltiring. Efendim, bizning bu yerda har bir tal cho'ngraqning bahosi 300 yuan. Men bahasini so'radimmi? Kechiring efendim. To'xtang. Yo, opa. Bu yerda raqamning bahosi 300 yuan deydi-ku. Ha? Bu shunda qimmatga shu. Ha, ma'qul. To'xta, rakni mayda pishirilgan bir taqs kichikroq qalmashtirib eting.
Qarang. Avval men so'zlay, bo'lmasa unutib qoldi ekanman. Men bilan to'y qilaman desangiz, mendaq bir qancha shartlar kunishingiz kerak-ku. Kerak-ku? 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 Kerak-ku shu. Davomlashtiring. Mening xushxabarlik dacham bor. Biz to'y qilgandan keyin ota-onam va ini-singillarimiz bilan bir oy turishingiz kerak-ku. Qaytib kelishim kerak ekanda. Men xotin bo'g'ichi mening va ota-onamning xizmatidan yaxshi chiqa olish kerak-ku. Qiyin ota-ona xizmatini qilish har bir kelin bo'g'ichining burchi. Men qarang, ularning xizmatini mening qaysi darajada qilishimni talab qilyapsiz? Qaysi darajada? Buni men bilmadim. Ondan tamoq yeyishga o'tish xususi bo'lishi xizmat qilmaslik kerak ekan. Mushlan qilasiz, unda men bu to'y qila olay ekan. Shu chaqlar oltin jabdo kiyim kechak yemak ichmak to'yliq deganlardan chiqimsiz bo'ldi-ku. Tugdimi? Tugdi. Bu sizning talabingizmi yoki? Yo'q, opamning talabi. Tushundim. Mening bir talabim bor desam qandoq? Ha? Sizningmi talabingiz bormi? Albatta. Mening bir meyit singlim bor. Shu singlimning sizlarning osh 3 qavatlik dachida biz bilan birga turishiga qanday qaraysiz? Ha? Opa, bu qizning bir meyit singlisi bor ekan, bizdan bir turib bo'lamdi. Ha? Chapsan gap qila, o ko'zimni ichi qarab turdi. Ha, ma'qul. Ha, opam, oldi bilan sizning bizning fikr qo'shiladi-ku. Qo'shilsa bu shinondan deyishayli deydi. Amsa opangizga aytib qo'ying. Opangiz bugun sizni bu yerga umrini siz bilan o'tkazmoqchi bo'lgan bir qiz bilan uchrashish uchun emas, balki bir tijorat to'xtam tuzgilabdi. Uning ustiga bu to'xtam faqat otirabning manfaati uchun tuzilgan. Betaraf uchun intayin tangsiz to'xtamga. Siz bir taxs kichik rakingizni oldirmay yeb qaytasiz. Opangizga mendan salom ayting. Voy. Apla. Opa, bu qiz gapga javob bermay ketib qoldi-ku. Ha? Ketishdan burun nima dedimsa? Bir to'xtamning gapini qilganda qildi. Ha, sen salom aytdi-ku. Va kichikroqingiz o'zingiz yevting deydi. Ha, saranken-da. Opa, men qanday qilmay? Ha, og'il kelamsa? Ma'qul. Meni pulni bermasmikin deb saqlab turibsiz-da. Qarang, men sizni menga pulni bermasmikin deb saqlab turmadim. Odam hayotida qo'ldan berib etmas tegishli ikki narsa bor. Shuning birinchisi uyga qaytadigan eng oxirgi mashina. Men sizni shu mashinani qo'ldan berib etmasin deb saqlab turdim. Rahmat sizga. Parakeni ko'rinsiz.
Demak, bu yigitmi imtihonni o'tamabdi-da? Nol qo'ysam ortiq ketadi. Endi qanday qilasiz? Qanday qilishim bilmayman. Peshonamizda ta'tir o'xshaydi. Siz yaxshi qizgansiz. Qanday deysiz? Boy yigit bilan ko'rishga chiqqan qizlarning ko'pincha piyoda qolmaydi. Shuni qarab deyman. Qanday qiladi? Meyip singlingizni gapini anglab, yigitlar o'zini oshkorlagan o'xshamamdi. Şumu bir sebep. Ameliyatı mening unda singlim yo'q. Mening bir enim bor. Avstraliya bilan Yapon aralığıdaki aeroplandan düşük. Her aylık maaşı 10 bin dolardan aşıdı. Siz bu singlingizni shu yigitlarni sinash uchun to'qib chiqib ekansiz-da? Lekin hech qaysi imtihonni o'tolmadi. Ne gapirib qo'yma. Baldılar. Aldı bilan avtomatik pul ish mashinasi topayli. Ondan keyin tamog'i o'xshaydigan shunga gapirib qo'ying. Men bugun och qoldim. Mushkashda o'zingiz yog'iz tomoq yemsiz? Ana siz menga yeyishib bering. Haqiqatan opangizmi tomoq yemidi? Opangizni chaqirib oling. Men sizlarni mehmon qilib olay. Bo'ldilar. Yana men mehmon qilay. Sizning menchilik pulingiz yo'q. Yenimni bo'lmagan bilan kartamda borda. Kartingizdagini qo'ysangiz meniki yetmaydi. Kart taksi haydab shuncha pul topdingizmi? Kim meni kart taksi haydaydi deydi. Men bu shahardagi cho'ng bir tashqi savdo shirkatining xo'jayini. Nima? Chaqchaq qilyapsiz ya? Ras? Ansi bayatın opamni boqaman deb to'y qilamidim dedingiz-ku. To'y qilamadim dedim, lekin kart taksi haydaymadim dedim-da. Amsa nurg'un qizlar ketib qoldi deganingiz-chi? Shundoq. Nurg'un qizlar uchirdi. Ularning ichiga kirib chiqsam, ularga mo'yim mening pulim bilan o'rnimda ekan. Ularni ketkizib etdim. Ular shuni bilan ketib qoldi. Sizni aldabdimanmi? Yo'q. Aldamabsiz. Odam hayotida qo'ldan berib etmaslikka tegishli ikkinchi narsa nima? Sizning qadringizga yetadigan odam. İmtihanınızga men qatnashib qolsam bo'lamda? Buningdan keyingi ifodangiz qarab bir narsa-ya. Ismingiz nima? Amra.